Mana assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlarimiz. Mana Toshkent avtovokzalidan Toshkent Krasnodar yo'nalishi bo'yicha avtobuslar qo'yilibdi. Buni biz yaqinda bildik. Haqiqatan qulayliklari juda yaxshi. Misol nima deydi? Mana bu ishchilarning muomalalari, qanday odam bilan muomala qilishlari, qulayliklari, avtobuslarning o'z vaqtida yurishlari hammasi juda yaxshi. Men maslahat beraman mana O'zbekiston xalqimizga, kim masalan kimdir ish bilan, kimdir sayohatga borsa agar Krasnodar, Volgograd yo'nalishlari bo'yicha juda yaxshi qulayliklari bor. Bu bo'rttirish emas yo boshqa emas. Narxi ham hamyonbop, ko'taradi yaxshi. 915 ming juda qulay narx. Bizga o'xshagan ishchilar uchun hamma tomoni yaxshi. Maslahatim mana avtovokzalga kelib biletlarni olib, Prime Reys Toshkent Krasnodar kelishlaringizni so'rab qolamiz. Rahmat.